alaikum. Welcome back to New Concept English Book 1. Today is Sunday, November 17th, 2019. Now let's dive right into our lesson for today. Our lesson today is lesson 135, and the topic of today's lesson is the latest report. As usual, we'll start with the new words and expressions, so please read after me, okay? Number 1, future. Future. Number 2, get married. Get married. Number 3, hotel. Hotel. Number 4, latest. Latest. Number 5, introduce. Introduce. Hoş arkadaşlar, yukarıda yeni sözlerninki okulşaqan köydük anda ma'nilari bilan tanışıp çıksak qaranglar. Number 1, future. Kelgusi degan gap bu. Okay? So arkadaşlar hazır bilan o'tmishni biladi. Masalan, hazır nima deydik? Present deydik. O'tgan zamanni yoki o'tmishni nima deydik? Past deydik. Okay? Bugungi darsda future kelgusi. Number 2, get married. Get married degan to'y qilish degan gap. Okay? Number 3, hotel. Bu mehmonxona. So arkadaşlar konu bir darsda hostel degan mehmon kutish uyi, oddiyligi. Derecelik mehmonxona emas, balki odatdagi mehmon kutishni hostel deydik. Yodingizda bormi? Ma hotel degan derecelik mehmonlar. Okay? Number 4, derecelik mehmonxona demakchi. Number 4, latest. Latest degan eng yangi degan gap. Okay? Number 5, introduce. Introduce degan tanishtirish. Okay? Xo'sh, so'zlar bek murakkab emas bu bugungi darsimizdagi. Undan so'ng biz dialogni o'rganamiz hozir. Albatta dialogni o'rganishdan burun bir sema tekstning darsimizningki mavzusini ko'rib o'tadigan bo'lgandik. Ya'ni the latest report. Latest degan ko'rdingiz hozir eng yangi deb report degan doklad yoki xabar degan ma'nosi. Bugungi darsimizda xabar degan ma'nosi. Undaqda eng yangi xabar degan gap ekan. Darsimizning temasi shundaqmi? Alright, conversation'da biz bilib olishga tegishli, javob berishga tegishli savol. Is Karen Marsh going to retire, do you think? Yeah. Karen Marsh degan kimdi? O'tganki ikki darsda ko'rgan bir ayol artist, shundaqmi, dangliq bir ayol artist. Yana shu ayol artistninki hikoyasi ekan bu, yoki gap ekan, shundaqmi. Undaqda Karen Marsh is going to degani bilasiz, bundanda qilmoqchi degan ma'no bildirdi. Okay, kelgusi zaman. Retire degan pensiyaga chiqish, shundaqda pensiyaga chiqmoqchi degan gap ekanda, undan so'ng bu bir savol jumla. Savol jumlani masalan agar savol jumla bo'lmay, masalan, Karen Marsh is going to retire degan bo'lsa, Karen Marsh pensiyaga chiqmoqchi deb oladik. Albatta hozir Karen Marsh bilan aşı izning o'rni shunday almış qolgandan keyin qanday, ya'ni nim bilan jumlaning egisi bilan xabarning egisi, xabarning egisi deyman, xabarning o'rni almış qolgandan keyin qanday, ya'ni adamda is degan VPN ko'rsatadi-ku. Okay? Bu bir savol jumlaga aylanib ketadigan gap. Ya'ni Karen Marsh pensiyaga chiqmoqchimi degan gap bu savol jumlaga o'zgarib ketsa. Do you think degan sizningcha degan gap. Okay, do you think degan sizda qaramsiz demakchi. Ya'ni bu ikki gapni birlashtirsa shu Karen Marsh pensiyaga chiqmoqchimi sizningcha deydi. Xo'sh, mushu savolni esimizda tutib turib qandaqdir hozir dialog bilgirmiz arkadaşlar. Undan so'ng dialogga nazarimizni bersak, qarang, lesson 135, the latest report deydi. Mana agar o'qiydigan bo'lgansiz, undan keyin ma'nosini yeyishimiz. Reporter bunda deydi, qarang. Are you really going to retire, Miss Marsh? Yana bir qatam, Are you really going to retire, Miss Marsh? Desa, Miss Marsh nima dedi? I may. I may. Look, I can't make up my mind. I can't make up my mind. Develop, I will have to ask my future husband. I will have to ask my future husband. Develop, he won't let me make another film. He won't let me make another film.
desa reporter qo'yib, your future husband, Miss Marsh? Your future husband, Miss Marsh? Desa Miss Marsh dedi, yes, let me introduce him to you. Yes, let me introduce him to you. His name is Carlos. His name is Carlos. We're going to get married next week. We're going to get married next week. Xo'sh, savodashlar, yuqorqi o'qiganlarimiz ikki rasmda ifodalangan mazmunlar, ya'ni ikki rasmda elib berilgan dialoglar deyli. Muxbir bilan Karen Marsh oraliqida bo'lingan, o'tirisida bo'lingan dialog. Shunaqo. Xo'sh, endi bu dialog qaraganda gazet xabariga aylanib ketdi qarab. Bugungi darsda mushu nuqtadan ko'rib olasizsiz. Asli gapni naql keltirgan gapga aylandırsak, uchinchi shaxsning tiliga aylandırsak, bunda bu o'zgardiganda degan narsani yana bir qadam ilgirlab o'rganasiz. Oldingi darsda bir qismini o'rgangan bo'lsak, ashu gap ashuningki, masalan, asli gapning boshqalar tarafidan, ya'ni uchinchi bir shaxs, demakchi o'g'lim birinchi shaxsningki og'zidan chiqqan gapning uchinchi shaxsning og'zidan chiqib, uchinchi shaxs tiliga aylanganda ba'zi narsalarningki qanday o'zgaradiganligi to'g'risida oldingi darsda ko'rgandik, faqat bir qismi. Bugun ham shuningki davomini ko'ramiz. Yana bir qismini, shu asli gapningki boshqalar tarafidan, uchinchi shaxs tarafidan bayon qilingan chog'dagi o'zgarish ahvolini ko'ramiz. Xo'sh, undaqda gapimni qaytib kelsam, hozir hamda avvalgi reporter bilan Karen Marsh o'tirisida elib berilgan dialog qanday? Hamda gazetda uchinchi shaxs tilida bayon qilindi, qarang. Kate bunday deydi, qarang. Look, Liz. Look, Liz. Here's another report about Karen Marsh. Here's another report about Karen Marsh. Listen. Karen Marsh, the latest. Listen. Karen Marsh, the latest. At her London hotel today, Miss Marsh told reporters she might retire. At her London hotel today, Miss Marsh told reporters she might retire. She said she couldn't make up her mind. She said she couldn't make up her mind. She said she would have to ask her future husband. She said she would have to ask her future husband. She said her future husband would not let her make another film. She said her future husband would not let her make another film. Then she introduced us to Carlos and told us they would get married next week. Then she introduced us to Carlos and told us they would get married next week. Xo'sh, endi gazetningki xabar o'qib bo'lindi. Shunaqo, qarsonda listenning keyindagi naql keltirish avot yalan tirnoqning ichiga ilib Karen Marshdan boshladi. Ma'yarki next week da oyoqlashda naql keltirish yalan tirnoqi. Shunaqo, demakchi gazetningki mazmuni shunday. Gazetda bayon qilingan mazmun. Endi bu gazetni o'qib bo'lgandan keyin Liz bunday deydi. That's sensational news, isn't it? Ama Kate'ninki ismini qo'shib o'qisak bu gapning oxiriga. That's sensational news, isn't it, Kate?
desa Kate nim dedi, it certainly is. It certainly is. Deb bo'lib, he'll be her sixth husband. He'll be her sixth husband. Xo'sh, savdoshlar, ma nuqtada men uni deydiganimni bilasiz. Yana bir day cho'qim sal qarmang videoni sal keyniga yondirib laqanda qayta yondirib qayta agishib o'qishni bilasizku. Videoni to'xtatib bo'lgandan keyin oldi keyniga yondirib bo'lgandan keyin shundaqku. Okay, unda o'qish shunchalik bo'lsin. Qag'ini o'zingiz qilib qoldi savdoshlar, endi biz qanda dialogninki ma'nosini ko'rsak, qarang, reporter bunda boshladi gapni. Are you really going to retire, Miss Marsh? degan gap bu. Be going to degan jumla shakli albatta bu bir savol. Undan so'ng kelgusi zamonni bildirib degan be going to, ya'ni bundan da qilmoqchi deb. Undan so'ng retire degan nima? Pensiyaga chiqish. Shunaqmi? Siz are really in the bilasiz. Really degan rastilla degan gap. Bu bir ravish qo'ya. Real degan sifat really bo'lsa ravish bo'ladi. Rastilla degandekchi. Okay? Demakchi, are you really going to retire, Miss Marsh degan nima? Siz rastilla pensiyaga chiqmoqchimi, Marsh xanim degan gap. Shunaqmi? Tasmas jumla. Oddiy kelgusi zamonda ifodalanadigan bir savol jumla. Okay, Miss Marsh nima deb javob berdi? Qarang. I may. Bu gapning ma'nosi shu. I may retire degan gap bu. I may retire ni qisqartirib I may de davotida bu qisqarash ahvolini biz jiq ko'rdik qo'yar. Xo'sh, nima I may deydi? Mayning ma'nosi nima undaqda? Mayning ma'nosi balkim degan gap bu. Balkim bundan qilman. Bu o'rganib bo'lgan bir so'z bu. Shundaqmi? Hozir I may retire ni qisqartirib I may desak, ma'nosiga daxli yetmaydi. Nimani bildirdi? Men balkim ishta qilishim mumkin demakchi-ku, ya'ni balkim pensiyaga chiqishim mumkin degan gap bu. Okay? Xo'sh, bu jumlani tas emas tushunish. Ikkinchi jumla. I can't make up my mind. Make up degan yasash degan gap hamishada my mind degani mening fikrim degan gap. Shu fikrimni yasayapman, ya'ni bir qarorga kelayapman degani. Okay? Make up my mind degan bir qarorga kelish shu o'zimga etsam make up my mind degan shu bir qarorga kelishim degan gap bu. I can't degani shu. Men shuni qilolmayman demakchi. Undan so'ng bu jumla ta's emas. Men bir qarorga kelanmadim yoki kelanmayapman deb tushunsak bo'ldi bu jonliq tilda. Okay? Deb bo'lib, I will have to ask my future husband. Bu yerga will ni bilasiz. Will degan kelgusi zamonninki deymiz oldi qo'shilib yordamchi fe'li deb tushunsak bo'ldi. Will nechmi? Kelgusi zamonninki oldi qo'shiluvchi yoki yordamchi fe'li. Have to degan bilasiz. Qilmish bo'lmaydigan degan gap. Ask my future husband degan kelgusi yo'lishimdan so'rash degan gap. Ask my future husband. Bu kelgusi zamonda ifodalangan. Bundan qilmasam bo'lmaydi deganda bir jumla ekan bu. Okay? Men kelgusi yo'lishimdan yoki bo'g'usi yo'lishim deymiz Uyg'urchada biz. Okay? Men bo'g'usi yo'lishimdan so'ramasam bo'lmaydi deb da'vatidi. Okay? I will have to ask my future husband. Men kelgusi yo'lishimdan yoki bo'g'usi yo'lishimdan so'ramasam bo'lmaydi. Okay? Desa adab qilib gap tugamoqni qarang. He won't let me make another film. Bu won't degan nima endi? Bilasiz, won't degan will not ni qisqartiramiz biz buni deb bo'lgan. Shundaqmi? Dasa he will not let me make another film degan u menga qilg'izmaydi make another film. Yana bir film ishlashni deydi. Ya'ni u menga u meni yana bir film ishlashga qo'ymaydi demakchi u. Okay? U meni yana bir kino ishlashga qo'ymaydi deb nada'atdi. Diqqat qilingizmi, bu gaplar hammasi Miss Marshning og'zidan chiqqan asli gaplarmi? I may, I can't, I will, he won't deb. Tushunishliqmi? Nimishqa diqqat qiling bu gaplarga deyman. Chunki patarda mushu gaplar qanda uchinchi shaxsning tilidan bayon qilindi. Ya'ni o'tgan zamonda bayon qilindi. Mushtamishlar dedi deb. Vaqtda qanday o'zgarayotganini ko'rib boqaylik hozir. Reporter Miss Marshning yuqorqi gaplarini anglab deb nim dedi.
Your future husband, Miss Marsh? Sizning bo'g'is yo'ldoshingiz Marsh xonim deydi. Ya'ni o'zi dedi-ku Miss Marsh, men bo'g'is yo'ldishimdan so'ramasam bo'lmaydi deb. Shu gapga qarata reporter, your future husband, Miss Marsh deb so'radi. Bo'g'is yo'ldishingiz Marsh xonim deydi. Deganda Miss Marsh, yes, look, let me introduce him to you. Men uni sizlarga tanishtirib qo'yay. Introduce him to you. Agar introduce you to him bo'lgan bo'lsa, sizlarni uningga tanishtirib qo'yay degan bo'ladi. Hozir introduce him to you bo'lgandan uni sizlarga tanishtirib qo'yay. Let me, buni bilasizda, let me. Mendan qilayman degan yerda ishlatadi-ku, okay? Ya'ni men uni sizlarga tanishtirib qo'yay deydi. Deb bo'lib, his name is Carlos. Tashamasma jumla. Uning ismi Carlos deydi. Deb bo'lib, we're going to get married next week. Be going to degan nimda undamda qilmoqchi degan gap. Get married degan to'y qilish. Next week degan kelar hafta. Hozir biz kelar hafta to'y qilmoqchi degan gapkan bu. Okay? Xo'sh. Reporter bilan Miss Marsh'ninki o'rtasidagi dialog yuqoriqidek. Endi bu gaplarninki uchinchi shaxs tilida qanday o'zgaradiganligiga diqqat qilaylik. Juma qarang. Xo'sh, xabar beslib bo'ldi deylik gazetga. Kate, bayqaliqi g'aybatxo'r ayollarning birisi. Bunda edi. Look, Liz, qarang Liz deydi. Here's another report about Karen Marsh. Here's another report about Karen Marsh. Degan gap bu. Bu yerda bakan yoki here is degan mana degan gap deb uchratgan bu jumla shaklida. Demakchi another report degan yana bir xabar degan gap about Karen Marsh. Karen Marsh to'g'riliq, ya'ni mana yana bir Karen Marsh to'g'riliq yana bir xabar deydi. Okay? Yoki miyada Karen Marsh to'g'riliq yana bir xabar turdi deb tushunsak bo'ladi. Here is another report about Karen Marsh. Okay, tasdiqlash ma'lum shundaqmi? Deb bo'lib, listen deb, anglang deydi. Anglang degan o'zining gapi. Hamda Karen Marshdan boshlab qarang men deganda yalang tirnoq, ya'ni naql keltirish tirnoqining ichiga boshladi o'qishni. Demakchi, shu yalang tirnoq boshlangan yerdan boshlab qanda bu gazetdagi gapmi, gazetda besilishma gapniki. Karen Marsh the latest. Karen Marsh eng yangi deydi. Ya'ni eng yangi xabar demakchi Karen Marsh to'g'ri. Başlandı qaran xabarning mazmuni qarang. At her London hotel today, Miss Marsh told reporters she might retire. Degan gap at her London hotel today degan. Her London hotel. Uning London mehmonxonasi degan gap bu. Ya'ni at her London at degan shu dada degan oldi qo'shiluvchi, unda today degan bugun, unda bugun o'zining London mehmonxonasida degan gap bu. Bugun o'zining London mehmonxonasida Miss Marsh deydi. Ya'ni Marsh xonim told reporters. Dedi yoki aytdi muxbirlarga nimani? She might retire. Amaliyotda bu told reporters that she might retire degan that chiqqan bir ahvol bor. Bunda jumla jiq ko'rgan biz. Dasa that thing keyin bir jumla aygishib kelib shu that shu bir narsani shadalaqi aniqlab kelayotgan bir ahvol bor. Nimani aniqlab kelyapti? Shu nima deganligini, ya'ni told reporters deganni aniqlab qo'yadi. Ya'ni muxbirlarga munda dedi demakchi. Okay? Yani düşünsem yani şu. Dasa she might retire degan nima? U balkim pensiyaga chiqar ekan. Xo'sh, shunda asos savollarning diqqatiga sunadiganim, men degandim. Miss Marshning og'zidan chiqqanda I may deganti. Dasa bu gap uchinchi shaxsning tiliga aylanganda qandaq might deb o'zgaradi ekan. Dasa bevosita ifodalaganda I may retire degan bo'lsa, o'zining og'zidan chiqqanda. Uchinchi odamningki og'zidan chiqqanda told reporters she might retire deb bir zaman keyniga surib ifodaladi, keyniga yandirib. Shunaqmi?
hozirgi zamanda ifodalagan bo'lsa may deydi o'zining og'zida chiqqanda. O'tgan zamonda ifodalangandan keyin might deb kelyotdi. Endi buningdan biz bunda bir xulosa chiqaramiz qarang. May'ninki o'tgan zaman shakli might bo'ladi ekan. Tushunishliqmi? Agar men I may go desam, men balkim berishim mumkin degan bo'laman. Shundaqmi? Endi siz mening mushu gapimni boshqa birisiga deb bersangiz, masalan, Abu Bakr said he might go deb bunda deysiz demakchi, said degan dedi degan gap bor. Might degani shu mayning o'tgan zaman shakli bo'ldi, o'zining bordiganligini dedi deb. Okay? Hargiz Abu Bakr said he may go demaysiz, mi? Abu Bakr said he might go. Mening og'zimdan chiqqanda may deb chiqdi, sizning og'zingizdan meni naql keltirib deganda might deb chiqdi demakchi. Mening gapimni siz bayon qilib bersangiz demakchi. Shunga o'xshash can'ninki could, can'ninki couldn't albatta, will'ning would bo'ldi, won'tning wouldn't bo'ldi asli. Won't degani shu will not degan gap bor. Uningki would not yoki qisqartib wouldn't bo'ldi demakchi. Anamnikin yana bir qiziqarli yeri be going to nimaga o'zgaraydi? Asli gapda be going to deb ishlatilgani uchinchi shaxsning tilidan o'tgan zamonda bayon qilinishganda would deb o'zgaradi. Chunki nihoyat qiziqarli ahvol qarang. Mayli will bo'lsin, mayli be going to bo'lsin, har ikkisi would deb o'zgaradi o'tgan zamonda. Va qiziqarli ahvol bu. Willni tushunish tez emas, lekin be going to qarasangiz nima? Be going to mutaxi o'tgan zamonga o'zgaramda, albatta o'tgan zamonga o'zgarganda yoki o'tgan zamonda ifodalanganda would deb o'zgaradi. Chunki dasma will bilan be going to ning har ikkisini qanday would deb o'zgartimiz deb esingizda saqlab olasiz, okay? Antushundingizmi? Yani at her London hotel today, Miss Marsh told reporters she might retire. Yani may deganni might qilib o'zgartdi. Bunda tarjima qilamiz boshdan oyoq jonliq qilib o'zining bugun o'zining London mehmonxonasida Marsh xonim muxbirlarga o'zining pensiyaga balkim pensiyaga chiqadiganligini aytdi degan gap bu. Okay? Balkim pensiyaga chiqadiganligini aytdi. Dasa might degandan keyin mayni o'tgan zaman shakl ekanligini bildingiz. Okay? Xo'sh, shunda olsa davomga qarang. She said she couldn't make up her mind. Bu gap asli o'zining og'zidan chiqqanda nima deb chiqqanti? I can't make up my mind deb chiqqanti. Uchinchi shaxs tilida bayon qilinganda, masalan, u shunday dedi. U o'zining bir qaror kelolmaganligini dedi degan chog'da she said deb she couldn't make up her mind deb. Can't ni couldn't deb o'tgan zamonda ifodalaydi ekanmiz. Bir zaman kaniga surib. Tushunishliqmi? Abenda bo'ldi-ku, men ko'rsatib bo'ldim edi. Mana o'zim tuzib chiqqan bir tizimlikni shundaqmi? Can't nonki o'tgan zaman shaklini couldn't bo'lgan. She said she would have to ask her future husband. Buni ma would degani shunimi? O'sha will nong o'tgan zaman shakli. O'zining og'zidan chiqqan nima deganda? I will have to ask my future husband deganda. I will have to. Endi uchinchi shaxs tilida o'tgan zamanda ifodalanganda she said she would have to ask her future husband. Qag'ayri o'zgarmadi, shu will would deb o'zgaradi. Okay? U amaliyotda mana o'tgan keladigan zaman degan gap bu. Buni bilasiz, a? O'tgan keladigan zaman degan jumla naq shu amaliyotda. Okay? Ya'ni u dedi degan o'tgan oddiy zaman qismi jumlaningki she would have to ask her future husband degan o'tgan keladigan zaman qismi jumlaningki. Ya'ni zaman shakli o'tgan keladigan. Demakchi o'tgan oddiy zaman bilan o'tgan keladigan zaman birikkan bir jumla o'ma jumla. Buni ko'rib bo'lgan o'tgan darslarda shundaqmi? Okay? Deb bo'lib she said her future husband would not let her make another film. Degan gap would not degan. Asli o'zining og'zidan chiqqanda my future husband unaqa he won't. He degan shu my future husband degan gap bor. He won't let me make another film degan. He degan shu my future husband, won't degan will not
qisqartılması degandim qo'y. Undan sonra he will not let me make another film deganni he would not let her deb uchinchi shaxs tilida bayon qildik albatta. She said her future husband would not let her make another film. Okay? Yani abayqi will not ni would not deb kayniga bir zaman chekin deganlar bir gap. Yani oddiy keladigan zamanni o'tgan keladigan zamonga o'zgartgan bir ahvol bormi yani? She said degani o'tgan oddiy zaman qismi her future husband would not let her make another film degani o'tgan keladigan zaman qismi. Shunday jumlaniki. Okay? Then she introduced us to Carlos and told us they would get married next week. Then degan andin degan gap. She introduced us to Carlos degan u tanishtirdi bizni Carlosqa and told us va dedi bizga they would get married next week. Ular kelar hafta to'y qiladigan yoki to'y qiladiganligini bizga dedi degan gap bu. Bu would degan nima? Abim yodingizda bo'lsa be going to ninki o'tgan shakli. Ya'ni will bilan be going to har ikkisini keyingi bir zaman survasak nima bo'ldi? Would deb o'zgaradi deganim ma'ni yana bir qator eslasam qarang. Mana will ni keyingi bir zaman chekindirsak would bo'lib o'zgaradi. Be going to naqashlab qo'y. Ashun demoqchi. Undan so'ng asli gap nimada? Asli gap we are going to get married next week deganda. Be going to nima bo'ladimi? Shu would deb o'zgaradi demoqchi-ku. Bir zaman keyingi chekinib, ya'ni o'tgan keladigan zaman bo'ldimi edi. Okay? Undan so'ng bu gapni boshdan desak, then she introduced us to Carlos and told us they would get married next week. Yani, she introduced us to Carlos degan introduced degan ma'filni o'z ichiga olgan ma qismi jumlaning o'tgan oddiy zaman told us degan o'tgan oddiy zaman and they would get married next week o'tgan keladigan zaman. Shundaqmi? Okay? Hozirga nisbatan keladigan zamanni keyingi shunday bir zaman survasak o'tganga nisbatan keladigan zaman bo'lgan-ku, o'tgan keladigan zamanni tushunsiz-ku, bak chiqdi-ku. Okay? Xo'sh, bu gaplar tugidi. Liz qo'pib andimlarga qarang. That's sensational news, isn't it, Kate? Bu bir larziga soladigan xabarga, unda emasmi ya Kate deydi, shundaqmi? Sensational bilasizmi? Kate nimdir? It certainly is. Certainly degan albatta degan gap. Demakchi, it certainly is degan nima degan gap desangiz? It certainly is sensational news degan gap amaliyotda. Sensational news deganni qisqartirib, it certainly is deb aytib. Ya'ni it is no it bilan is no o'tirisiga bir certainly qisqarlan bir yeri bor. Ya'ni it is ne o'shunda deb olsak dedim hozir it is degani it is sensational news degani. Amerika sensational news qisqartirib it is deb qisqartib desam bo'ladi-ku. Yoki yes it is desam bo'ladi. Endi yes it is yoki it is demay it bilan isning o'tirisiga albatta qo'shib qistirib davotida maqsad nima? Ma'nosini ham bir ta'kidlash, ham bir kuchaytirish. Ya'ni u albatta shundoq degani. Ya'ni Lizningki u larziga soladigan bir xabar ekan, undan emasmi yo Kate deganiga albatta shundoq degani demoqchi. Xabarga qartilgan it certainly is-mi? U albatta shundoq. U haqiqatan shundoq ekan deganda. Certainly albatta haqiqatan deb tushunsangiz bo'ldi. That will he'll be her sixth husband. He'll degani he will ning qisqartirmasi albatta. U bo'ladi kelgusida demoqchi-ku. Will degan kelgusi mangu. U bo'ladi nima? Her sixth husband. Uning 6-chi yo'ldoshi deydi demoqchi. Uning 6-chi yo'ldoshi bo'ladi degan gap bu. Okay? Xo'sh, shunda olsa Carlosning gapi, savodashlar buni yana yetarlik deb hisoblamasligingizni umid qilaman. O'zingizning qayta bir tarjima qilib chiqishni yoki ko'chirib yodlab hattoki qilishingizni umid qilaman. Okay? Unda biz sig'iliqda masalga javob beraylik. Is Karen Marsh going to retire, do you think? Bunun nima deb javob beramiz? Maybe or maybe not deb javob bersak to'g'ri bo'ladimi sizcha? Maybe degan balkim degan gap, maybe not degan balkim unda emasdi degan gap-ku. Nimishqunda deymiz, nimishqa ya yo'q deb javob bermaymiz, qarang. Is Karen Marsh going to retire, do you think? Again, Karen Marsh sizningcha
pensiyaga chiqami degan gap ku. Biz bilamdik ku, tekstning mazmunini hozir o'rgandik dialogni. Dialogning mazmunidan uni pensiyaga chiqadigan, chiqmaydiganligi aniqmi? Aniq emas. U dedi, men bir qarar kelamyapman, lekin yo'ldoshimga demasam bo'lmaydi, kelgusi yo'ldoshimga demasam bo'lmaydi deb bo'lib, u meni yana bir film ishiga qo'ymaydi deydi ku. Demakchi, o'zi bir qarar kelamyapti, demesi bo'lmaydi ekan. Dedim, bunda cevabı çıktı demedi, demasam bo'lmaydi dedi. Bu meni yana bir film ishiga qo'ymaydi dedi. Demakchi, to'liq aniqsiz bu ahvol. Shundaqmi? Karen Marshningki zodi pensiyaga chiqadigan, chiqmaydiganligi. Shundaqmi? Shunga javobda maybe or maybe not desak xato emas demakchi. Buning ma'nosi balkim mashaqto, ya balkim bundan emasdi. We don't know for sure deb keyin qo'shib qo'ysak texmi yaxshi. We don't know for sure. We don't know for sure again. We don't know for sure again. Biz aniq bilmaymiz degan. We don't know for sure. Biz aniq bilmaymiz degan gapmi? Maybe or maybe not deb kayniga we don't know for sure. Balki mashaqto, balki bundan emasdi. Biz aniq bilmaymiz deganimiz ma'no. Okay? Xo'sh, unda olsa qolgan o'qish va yodlashlarni o'zingizga topshirib amdiz qilib qilamiz. Albatta lesson 136 ningki mashqni ko'ramiz. Amaliyotda bu shu o'tgan darsningki darsga o'xshab turadigan bir mashq, lekin sal qaramang, cho'qim o'rganing. Ingliz tilini astoydil o'rganatdim, zodi pechat yaxshi bir o'rganatdim demak degan bo'lsangiz qanday cho'qim mana sal qaramang qarang. Lesson 136. He said that that degan azam bo'ldi, amzaq bo'ldi, shuni tırnaqchiga qo'ygan gap bu. Qarang, he said that yoki he said, he bizni bilmay, he told me, he bizni bilmaydi. Bundan sonra zaten nima demek ekan? Ma eğer bunda deydi qar. I'll leave tomorrow. I'll leave tomorrow. Degan gap leave degan ketish degan gap. Ama at ketaman degan gap ekan va. Men at ketaman yoki at manaman. Desa ma mumay anlayammadı deyli. What did he say? Dedi. O nima dedi deganda ama 3-chi rasmda mumayning qizi o'xshaydi. He said he would leave tomorrow. Yani asli gap I'll leave, I will leave deb bunday ifodalangan bo'lsa, 3-chi shaxs tilida o'tgan zamonda mundaq qiladiganligini mundaq qiladiganligini dedi degan yerda albatta will ninki would deb o'zgarib qolganini bilasiz. Yani o'tgan keldigan zamonga o'zgarib ketdi. Shundaqmi? Oddiy keldigan zaman, o'tgan keldigan zamonga o'zgarib ketdi deb tushunsangiz bo'ladi yoki. Yoki bu savolni umuman yana bir xil so'raydi. What did he tell you? U sizga nima dedi? Ayol deydi, qizi. He told me he would leave tomorrow. Okay? Demakchi will, would o'zgardi deb tushunsangiz bo'ladi. Ya'ni oddiy keldigan zaman 3-chi shaxs tilidan o'tgan keldigan zaman qilib bayon qilinadi degan gap bu. Okay, 4, 5, 6 qarayli. Ma balam da dedi. I can't do this maths problem. Men bu matematika sualini ishlayolmadim yoki bu matematika masalasini yecholmadim demakchi I can't do this maths problem. Desa mo'min dedi. What did he say? U nima dedi? Desa balon dars o'xshaydi qaraganda yoki mo'minning o'g'li deyli. He said he couldn't do this maths problem. Yani can't, couldn't o'zgardi. Can't degan hozirga nisbatan qilolmayman degan bo'lsa, couldn't degani shu o'tganda qilolmaydiganligini dedi deb can'tni couldn't deb o'zgartirib buni bilasiz. Ma yana bir jumlasini ko'rmasak ham bo'ldi. What did he tell you degan, he told me he couldn't do this maths problem. Okay, number 7, 8 and 9 qarang. Maqaz I may return at 6 o'clock dedi. Men balkim soat 6 da qaytib kelaman dedi. Return degan qaytish qo'y. Mo'maynim dedi. What did she say? U nima dedi? Dedi. Desa psixopop qizniki. Mo'mayning qizi deyli. She said she might return at 6 o'clock. Yani may o'tgan zamonda might deb o'zgaradiganligini bildingizmi? Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa shunchalik bo'lsinmi bu og'zaki mashqlarni biz yozuvchi mashq ishlaymiz qarang. Written exercises. A. Read the conversation in lesson 135 again.
135 darsdagi dialogni qayta o'qing degan gap bu. Then answer these questions. Ondan tuandagi savollarga javob beringlar dedi. Qarang, ha. 7 savol ekan, qolganini o'zingiz ishlaysiz, men birini ishlab beray, qarang, ha. Dialogni qayta o'qimasangiz javob berolmaysiz albatta. Qarang. Nim deb so'rash shunday javob beramiz-ku. Okay, qarang. Is Karen Marsh really going to retire or is she still not sure? Degan gap bu. Karen Marsh rostla pensiyaga chiqmoqchimi yoki u texchi jazmlashtiramidimi yoki bilim deyamamdi dedi. Bizning javobimiz nima bo'lishi kerak? She is still not sure deymiz. She is still not sure degan u texchilar qandaq bir yerga kelamidi yoki nima jazmlashtiramidi deymiz. She is still not sure. Okay. Amaliyotda bu to'liq desa qanday bo'lgan gapda she is still not sure. If she is going to retire or not. Ifni hozircha hayron qolmay turing bu nima ekida. Mundami emasmi deganga ishlatilgan bir so'z if degan. Buni amaliyotda keyingi darsda ko'ramiz. Lekin hozir oldin bilib olganimizdan hech qanday ziyoni yo'q. Qarang, she is still not sure degan u texcha yoki hali ham jazmlashtirolmaydi yoki bir yerga qo'yolmaydi degan gap. If she is going to retire or not degan u pensiyaga chiqandi yo'q deganni demakchi. Ya'ni she is still not sure if she is going to retire or not deganni qisqartirib she is still not sure desak bo'ladi. Okay? Demakchi birinchi savolning javobi shu bo'ladi. Endi 2 3 4 5 6 7 larni qanday o'zingiz ishlaysiz? Cho'qim ishlang. Okay? B'ga qaraylik. Answer these questions. Mana savollarga javob beringlar. Example: I will leave tomorrow. Men erta ketaman degan gap bu. What did he say? U nima deydi? Siz mendan so'rang. Men nima deyman sizga? He said he would leave tomorrow. Ya'ni he said u dedi deb o'tgan zamonda bayon qilib he said degan qismini. I will leave tomorrow. Tomorrow-ni he would leave tomorrow deb o'zgartirganligini bilasiz. Will ninki would deb o'zgartirganligini. Men birinchisini ishlab bermay qolganini o'zingiz ishlaysiz, okay? Birinchisi. Penny will open the window. Penny derizini ochadi degan gap bu. Ochmoqchi yoki mana kelgusida shunaqa qiladi demak shu willni bilasiz kelgusi. Penny derizini ochadi deydi. Desa siz qo'pib mendan so'rang. What did he say? U nima dedi? Yoki men ashta dedim deyli. Penny will open the door, open the window desam siz mendan so'rang. Yoki siz yana birisidan so'rang uchinchi bir odamdan. What did he say? U nima dedi deb meni ko'rsatdi. Anda uchinchi odam nima deydi? He said Penny would open the window. This is the rule of the He said, Penny would open the window. Penny that is not achidu dab. Okay? C. Answer these questions. Example: I can do this maths problem. Ben bu matematika meselesini işleyelim degan gap bu. What did he tell you? Desa yani bir adam I can do this maths problem desa siz qo'pib mendan what did he tell you? Deb mendan so'rasa, u sana nima dedi? Men deyman he told me he could do this maths problem. Yani he told me degan u menga dedigan gap o'tgan zaman ifodalandi. He could do this maths problem degan albatta can o'tgan zaman shakli shunaqa. Okay? Undan sonra birincini ishlab turmay qolgan 5ni o'zingiz ishlaysiz, okay? Birinchisi deydi I can understand English. Men inglizchani tushuna degan gap bu. Unda siz mendan so'rang. Sana nima dedi deb. What did he tell you? Men deyman. He told me he could understand English. Okay? He could understand English. Can could o'zgartirsak bo'ldi. All right, qolgan o'zingiz qolib qoldi. Diga keldik qarang. Answer these questions. Savollarga javob beringlar deb. Example: I may go to the cinema.
Men kinoxonaga berishim mumkin degan gap qo'y. Bir odam ishlar desa, siz mendan so'rang, what did he say? Da u nima dedi? Men deyman, he said he might go to the cinema. Tasamas. Men degandan mayning o'tgan zaman shakligida might bo'ladi deb. Okay? Now, number 1 nima ishlab turman? Qolganini o'zingiz ishlaysiz. They may arrive tomorrow. Ular erta yetib kelishi mumkin. Siz mendan so'rang, what did they say? Ular nima dedi? Men deyman, they said they might arrive tomorrow. They said they might arrive tomorrow. Many might o'zgartdi. Okay? Xo'sh, savdoshlar, ko'p rahmat. Yana chidadingiz, yana sabr qildingiz. Az qolib qoldi. Endi qanday kilaqatim biz 137 da, undan keyin 139, undan keyin 141, eng oxirida 140. Ya'ni oldikayni 4 dars. Rasmiy darsdan 4'ti. Undan keyin ularning mashig'i 4 mashq qo'shilganda 8 dars. Amaliyotda rasmiy darsdan faqat 4 qilib qoldi. Yana azroq chidayotgan 4 darsdan keyin qanday bu kitobning qo'shilishimiz yeni kitobga kirib ketamiz. Unda olsa, thank you very much. Biz at ko'rishaylik. See you tomorrow.